Yaxshimsizlar do'stlar, yaxshilarmi? Men do'stimlar Qarko'z bo'lman. Bugungi sizlar bilan paranglashadigan temamiz, sizlarga hikoyamiz bo'lsa, hikoyami emas, endi bir rast bo'lgan bir voqelik endi bu-da. Meningki bir taniydigan bir akam bor endi. Akamizniki beshida o'tgan ish. Bir pushaymini. Endi bu dunyoda nurg'unlagan hammamizniki pushaymonlar bo'ladi. Bazı pushaymonlarni o'zimizniki tirishimiz orqali o'zgartiramiz endi. Lekin ba'zi bir pushaymonlarni umrlik pushaymon. Shu akamizniki beshida o'tgan bir ish endi. Bu akamiz nahayati badavlat mayli mol dunyodan bo'lsin, mayli xizmat jihatdan bo'lsin, nahayat qozongan bir akash endi. Mush akash bilan bir kun suhbatlashib, akash o'z og'zidan ma'lum berganda, bu akamiz o'sha yosh vaqtlarida maktabda o'qiyotgan vaqtlarida nahayat a'lo o'qiydi ekan endi. Uyga qaytib kelsa, dadasi nahayat ko'p ishlarga endi aralashadi ekanda. Mesela anı manda qilsang bo'ladi balam, mani manda qilsang bo'ladi balam deb ko'p ishlarga aralashadi ekan. Hattoki oshxonada tomoq yeyma deb dadasidan pul so'rasa, bala pulimni senda ayayotganligim emas, lekin uy deysang yaxshi bo'ladi. Uyning tomoq olgan parki, tomoq degan teshitni yeysang, uydagidek parkiz bo'lanmaydi deb ashtan gaplarni davomli ashtan bir ishni qilmayotsa dadasi nahayati yaxshi taraf o'ylagan asosda bu akamizni to'sib ketdi. Masalan, kechalari bir yerlarga o'ynab chiqaman desa, balam, kechda qalayim qaylar jumsam. Hattoki ba'zi vaqtlarda bu akamizniki aloqalardanmi ism tilib turib, ma'ballar aralashmasam, ma'ballar jumsam deb aytadi. Yaxshilikni o'ylagan asosda bu akamizni chiqishlardan to'sib ekan. Bu akamiz lekin nahayati bezor bo'ladi ekan. Nahayat bizar bo'ladi ekan. Hatto dadasi qarg'isim kelmaydi ekan. Ashta dadasi aralashib bir kuni bu akamiz shunday bir o'yga kelib qolgan ekan. Qachon o'lay bu odam deb. Shuning bilan bu akamiz yaxshi maktablarni yaxshi o'qibdi, yaxshi bitirib diplomlarni olibdi. Lekin dadasining endi vaqtni o'tishi bilan dadasining yeshimi cho'ngibdi, og'riqchan bo'libdi. Dadasi yetib qolibdi endi. Ma'maydi holat. Shuning bilan dadasining bu akamiz uyga kelsa, dadasi karvat yetib turibmi? Yana bu akamizni chaqirib, uyingning to'kini qilibdi, o'chirib, kirlarni qiribdi, yeyib deb ashtaq bir ishlarni endi davomli borib turdi ekanda. Balam to'kdigan pul isrof bo'lmasin deb, hattoki tomoq yeysimi siyqibdi, yevat deb yetib qolgan odam endi. Bu akamiz nahayat bezor bo'ldi ekan. Qachon qutulaman deb o'ylaydi ekanda. Bir kuni bu akamiz maktabni bitirgan keyin qo'l diplom bor. Nahayat yaxshi natija bilan bitiribdi. Nurg'unlagan xizmat organlariga bu akamiz o'ziniki jandiydan uqtirish, tushuntirishni topshirgan ekan. Bularning orasida nahayat kuchli bir shirkat bor ekan. Nahayat qobiliyatli bu akamizni qabul qilib ketishi toza imkon bo'lmagan. Bu ularning aniqi o'ziga shirkatniki kuchli shirkat bo'lganligidan qabul qilgan odamlarning nihoyatda iqtidorli bo'lishi kerak ekan. Ashtaq bir shirkatga tavakkul qilib beribdi ham o'zining jannasini. Bergandan keyin bu shirkatning bir kun telefon qilibdi. Falanchi kuni kelib 100 dirham biz bilan ko'rishing deb. Men shudim. Shuning bilan shu kuni kelibdi. Shu kuni kelib bu akamiz toza chiroyli yasanib men shunga ma'noga vaqtida og'rib yotgan dadasi chaqirib debdi endi. O'g'lim, sana bir azroq nasihat qilib qo'yay. Mendan keyin qolsang
bir yerdimda bir narsa chechiliqliq tursa tervatgan. Bir narsaning buzilganini ko'rsang, qulog'ini kes o'ngshab qo'ygan. To'klar inib qas o'chirvatgan. Bunda bir yo'lda axlatlar bo'lsa, bunda tashlar bo'lsa, ilavatgan. Adam degan nihoyatda ba'zi bir ishlarni o'zligidan yaxshilik o'ylab turib qilish kerak. Ashunday qilgan odam dunyoda xarob bo'lmaydi deb nihoyatda chiroyli nasihatlarni qilibdi. Bu akamiz menda men shu aldirgan odam deb nihoyatda bir xo'shaqmaqliklar anlatdi. Bul debdim, men aytdim. Bu akamiz yo'lda menayotgan shunday hayajonlanadi-da. O şirket naitdi hamda iqtidorli shirkat ekan. Bu akamizni elishi natayin deb o'ylayganda o'zi. Shuning bilan shunda o'diqibdi, jiddiylashibdi. Shirkatniki oldiga berib, men shu qildigan qavatga chiqibdi. Chiqib ishkidan shunda kirsa shirkatning naitdi ishiniki bir bo'ldisi bo'shab qolganini ko'ribdi. Hamda kirgan yerga zalda qalaymiqan. O'rindiqlar yig'ilgan. To'klari yine işte bo'lganligi shundan adasini deb esib qolibdi. İşte bir narsalarni o'ngshab qo'y deganda ishniki bo'ldisida qo'lidan burab kirgizibdi. Agar yig'ilgan o'rindiqlarni ilib bunday joy-joy qo'yib, 4-5 axlat balki axlat sandiq silib, yig'iliq tokni o'chirib, derazni yepitib, ichi kirib qoldi. Ichi kirsa, ichida 7-8 ta mushunga o'xshash men shu qilib kelgan bolalar o'tiribdi. Ashlardan birga o'tirib, ularni bir-birlab men shu bilan chaqirib, ular bir-birlab chiqibdi. Ashu ma akamizning bolalar kelgan 7-8 odamni men shu qilib qo'ydim. Qilib buning kelgan vaqtida bo'ldi, ishtim juda. Bo'ldi, men shu tugdi deb qaytanglar dedi. Ular bu meni so'rabmi qo'ymadi bular deb bayroq qilib, shuni qaragan delirim qarablar. O'tmagan o'xshaymi deb ishga taraf qarab menga bir odam chaqirib qo'ydi. Ukam to'xtang. Men kirang deb. Kirgandan keyin ulardan o'rtoq uzib. Bizning bu shirkat o'zingiz siz naiti, iqtidorli, naiti obro'y bo'lgan bir shirkat, kuchli shirkat. Bizga qanday odam kerak deganda naiti o'zini bilib ish qila oladigan israfxo'r emas, tejashchan, mas'uliyatchan ashta bir odam kerakdi. Biz shirkatdan yerga jankon qo'yib, kamera hammasini kuzatdik. Oldimizdan kirgan 7-8 u shitiki bo'shab ketgan bontaga, axlatga, o'rindiqqa hech qanday diqqat qilmadi. Ustiga ko'p o'tirdi. Bir siz ashu hamma narsaga diqqat qilib, hamma narsani joy-joyida qildingiz. Bizga naq sizdek odam lozim. Degandan keyin bu akamiz nihoyat xush bo'ldi-ki, ash shirkatga qabul qilindi-ki, ta hozirgacha shu shirkatda ash kun qabul qilinib, ashad yaxshi ishlab, o'sib, kuchayib, nurg'un o'z oldiga bir narsaga ega bo'lib, hozir bek kuchli odam bo'lib ketdi endi-ku. Bu mal dunyo nihoyat ko'pda. Şu günkü hizmetten hazır nait bayashat yaşayıp endi. Şuna ajada bu hakimiz nait xo'shal bo'libdi. Endi qitadisning bir yig'iz gipesiga qilib shu ishlarni. Shuning bilan ishdan shirkatdan shirin chiqib xo'shallanliqida dadamga bir rahmat aytaman. Dadam meni askatgan. Bu dadam nimandaq bir avliyodek shu meni ishim qil shu gapni qildi deb junda xo'shallik bilan uyini oldik ki qo'rasini uyiga da ishini oldik qarasa eshik yo'g'a ichiq 15 odamlar yig'izlar tuani basa dadis alamni o'tib keldi. Shundan dadisidan qishga kirib dadisiga og'riq yetib qolgan odam endi. U odam qo'polmagandan keyin ba'zi vaqtlarda joyiga tarat qiladi, kichik tarat. Aşı kichik tarat qilib qo'ygan aşı ko'psini akamiz shu vaqtida qatlab evagan ekan. Hozir uyda baki aşı ko'psi har qaytim dadisini sevgan vaqtida aşı ko'pini silib aşın tepida o'tirdi ekanda. Bu
endi bir rost bo'lgan voqea. Shunga ashqa ma'lum nurg'a odamlar seshin qildi. Bir kuni bir o'quvchi inimiz seshin qildi menga. Aka, mishta men o'zim o'quvchi ham o'qiyotman, ham o'zim egilik tiklayotman. Lekin meni cho'nglar tushunmaydi. Dadam menga kunda telefon qiladi. Nima ish qilyapsiz? Qanday turibsiz? Hatto bir kuni 10 qitim telefon qiladi. Men bek zerikdim. Cho'nglar nima ish qilishincha ular menda ansiraydigan bo'ldi. Ular bizga ishonch bo'lmamdi deb nurg'un hadib seshin qildi. Va u inimizga men javob qaytarmadim, lekin mushkilni cho'qim ko'rdi. Mishal javob beray. Dadangiz endi sizga kuniga 10 qitim telefon qilgan bo'lsa, siz bir mazgil sabr qiling. Ajunimizdan telefon kammaydi, Amerikaga keldi. Qattiq kammaydi. Qattiq. O'zingiz qaytarsangizmi, o telefonni hech kim ko'tarmaydi, Amerikaga keldi. Shuning uchun dadamizning vaqtida naydi. Bag'ri qiyin olaydi. Bu dada degan addiy bir tushuntirishda bu dada deganni ham bu mohiylikni tushuntirish, dada deganni tasvirlashda bu til ojizlik qiladi. Addilan bir bunda tushuntirishda dada degan qanday narsa desa, bizning beshimizga shundoq bir ig'ir kun keldi. Ya biz bir aloqalarni terib qo'ydik. Ya biz birasiga cho'ng bir ko'lamda bir qarz olib qoldik. Shu ishlarni shunda yurkimizda qo'rqimiz hamda mushtashlar yurgizsak, bir ishlar terib qo'ysak, bir qarz olib qolsak, bu yurkimizga qo'rqish qanday qilgan to'xtaydi desa, shu terib qo'ygan ishni dadamiz bildilar, bizning qalbimiz to'xtaydi-da. Dadam bildi. Allohga bilmasmi? Adakman mushtar bir ish terib qo'ydim desa, dadam bildimi? Nima shunday deydi? Chunki dada bildi degan gap bu ish hal oldi degan gapda. Shuning uchun bu dadadan ayrildi degan gap, bu dunyodan ayrildi degan gapda. Shuning uchun hammamiz dadamizni hayotlar, dadamizni chang quchoqlab olaylik. Dadamizni chang quchoqlab. Bu yangi hikoya mushakecha. Rahmat sizlarga.